Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Muhim podkast loyihamizni bugun juda ham ajoyib kuni. Sababi mingdan oshiq shogird chiqargan 53 yildan beri aynan mana shu sohaga butun umrini bag'ishladi desak ham bo'ladi. Ona tili adabiyot sohasiga Abdug'ofurova G'animat opamiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Salom. Rahmat qimmatli vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Birinchi savolimiz boshladik bo'lmasam suhbatimizni. Marhamat. Nima uchun aynan adabiyot, ona tili adabiyoti Sohasiga kirgansiz. shunga aynan tanlaganingiz? Men ona tili adabiyot fani o'qituvchisi ekanligimdan g'ururlanaman, faxrlanaman. Bu fan o'qituvchisi bo'lish meni taqdirimga yozilgan. Men uni doim so'raganlarga u meni qismatim deyman. Va mana shu fan orqali ustoz degan buyuk nomga ega bo'ldim. El tanidi, elni nazariga tushdim. Endi bu fanga qanday kirganmiz? Bizni maktabda bitiruv yoshlarimiz, paytlarimiz o'tgan asrning 60-yillariga to'g'ri keladi. U paytlarda qiz bolani o'qitish, oliy ma'lumotli qilish yoki bo'lmasam u shahardan bu shaharga jo'natish degan narsalar kamdan kam qizlarga nasib qilardi. Aksariyat ota-onalar bunga ruxsat berishmasdi. Ana shunday taqiqlanganlardan biri men edim. Ammo meni baxtimga 3 ta sinfdoshim oliy o'quv yurtiga kirishni niyat qilib yo'lga otlanganligi uchun meni ko'z yoshlarimga rahm qildimi? Iltijolarim yetib bordimi? Ana shu 3 ta qizga qo'shib yuborgan ota-onam. Xullas biz Angren shahriga keldik. Pedagogika institutiga hujjatlar topshirdik va qiziq voqea bo'lganki, mana shu hujjat topshirish asnosida biz hammamiz kimyo, biologiya o'qituvchisi bo'lishni niyat qilganmiz. 4 ta qiz. Va qabul kuni navbatda turibmiz kimyo, biologiya qabul stolini oldida. Qabulda odam ko'p edi, talabgorlar ko'p edi, abituriyentlar ko'p edi. Men esa navbatda tura sabrsizlik qildimmi? Yonimda bo'sh turgan ona tili va adabiyot fani stolini yoniga borgan. U yerda o'tirgan domla bilan salomlashib, hujjatlarimni o'sha domlani qo'liga topshirganman. Qarangki, o'rtoqlarimdan buning uchun gap ham eshitganman. Obdon tanbehlarini eshitganman. Qaytarib ol degan buyruqlarini aliga ko'targanman. Lekin hujjatlarni qaytarib olish imkoni bo'lmaganligi uchun men ana shu sohaga kirib qoldim. O'rtoqlarim esa qaysidir fandan, inshodanmidi, o'tolmay, institutlarga kirmasdan shu shahardagi meditsina texnikumini o'qishib, 2 yilda bitirib yurtlariga qaytishgan. Ana o'sha kundan e'tiboran ona tili va adabiyot fani meni hayotim, meni umrim, meni saodatim, meni baxtim va meni zavqlantira oladigan bir sohaga aylanib ketdi. Institutda ham yaxshi o'qiganmiz, chunki o'tgan asrning 60-yil o'quvchilari juda tirishqoq, juda o'qishga berilgan, kitob bilan oshna bo'lgan yoshlarida o'shalardan bittasi men ham edim. Va bugun o'qituvchi ekanman, o'zimni o'qitayotgan o'quvchilarimga aytamanki, bugun qarang ota-onalarni, qanaqa bir zamonda yashayapmiz. Hammasi farzandlarini o'qitgisi keladi. Hammasi farzandlarini ilm olish uchun ustozlar qo'liga beradi. Davlat qizlarimizni qo'llab-quvvatlayapti. Kam ta'minlangan oilalarni kontraktlarini to'lab beryapti. Magistraturaga kirsa, uni qo'llab-quvvatlayapti. Bugun ayol qizlarimizga shuncha katta imkoniyatlar yaratilyapti. Bizchi bizni davrimizda bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Faqat o'zimizda harakatimiz, tirishqoqligimiz, o'sha bir maqsad sari intilishimiz tufayli bugun men keksa, tajribali ustozga aylanib o'tiribman.
Muvaffaqiyat uchun iste'dod muhimmi yoki mehnat? Ha. Endi qarang, tasavvur qiling-da. Odam iste'dodli, lekin mehnat qilishni xohlamaydi. U iste'dod nima beradi bizga? Shuning uchun ma'lum ma'noda juda kam holatda bo'lsa ham insonning iste'dodi bo'lsa-yu, lekin u ana shu iste'dod ustida mehnat qilsa, natijaga erishadi. Men mehnatni birinchi o'ringa qo'yaman. Mehnat insonni hayotini nima deydi? Sham chirog'iga quyilib turadigan yog' hisoblanadi. Ana shunday. Mehnat insonni qusurdan saqlaydi. Mehnat insonni zerikishdan saqlaydi. Mehnat insonni kamolatga yetkazadi. Men mehnat muhim deb hisoblayman. Iste'dod ham kerak lekin. Kerak. Mehnatkash bo'lsa-yu, iste'dod bo'lmasa. Iste'dod bo'lsa-yu, mehnat qilishni xohlamasa. Shuning uchun bilmayman, oldingi o'qigan kitoblarimda talantni, iste'dodni, yutuqni 99% mehnat degan gaplarni ko'p eshitgan. Mehnatni albatta qadrlayman. Mehnatni sevmagan o'qituvchi, shifokor, boshqa soha egasi xalqning nazariga tusha olmaydi, ko'zlagan marrasiga erisha olmaydi deb o'ylayman. Adabiyot inson hayotini qay darajada o'zgartiradi? Albatta o'zgartiradi. O'zi biz insonni taqdiri azal degan tushunchalarni bilamiz, lekin adabiyot insonni taqdirini o'zgartiradi. O'zi adabiyot nima o'zi? U qanday qilib o'zgartiradi inson taqdirini? Masalan, inson dunyoga kelibdiki, o'zini qurshab turgan olamni bilgisi keladi, biladi, bilishga intiladi, boshqa qiladi, borinki tog'larni ko'radi, bog'larni ko'radi, lekin adabiyot qalb bilan ko'rishni, ko'ngil bilan ko'rishni o'rgatadigan bir vosita hisoblanadi. Adabiyot ruhiyatingiz bilan ish ko'radigan vosita hisoblanadi. Men o'zimni tajribamda adabiyot insonni qanday o'zgartirganligi haqida otalardan ko'p suhbatlar eshitganman. Agar ruxsat bersangiz, bitta ikkitasini hozir esga olamiz. Bir ona kelib aytayaptiki, yolg'izgina qizim bor edi deydi, bu hayotiy voqea. Erkalatdikmi yo boshqa qildikmi, menga juda ko'p gap qaytarardi deydi. Doim o'zini haq hisoblardi deydi. Xullas, 1 yil adabiyot o'qigandan keyin meni qo'limda mana shu qizim 180 gradus o'zgardi opa deyapti. Ana shu gap qaytarish. Endi u mas'uliyatli, bama'ni bir farzandimga aylandida men shundan xursandman deydi. Ikkinchi bir ona aytayapti. O'g'lim shunaqa quloqsiz ediki deydi. Qorni ochsa, qozonda qaynab turgan ovqatni qozonning ustida ichib ketardi deydi. Gapimga quloq solmas edi deydi. 1 yil adabiyot o'qib, o'g'li dasturxon ustida ovqatlanadigan, to onasi dasturxon ustiga kelib ovqatga qo'l urmaguncha qo'l urmaydigan, ona keling, ovqatlanaylik deb meni kutadigan bo'ldi. Adabiyot shunaqa kuchli narsa. Atomdan kuchli u. Atomdan kuchli adabiyot. Haligi aytadi-ku, Temur tig'i yetmagan joyini qalam bilan oldi Alisher. Qalam ahli bu adabiyot ahli, ijod ahli hisoblanadi. Adabiyot meni o'zimni ham juda ko'p o'zgartirdi. Adabiyotda men qalb kishisiga, ko'ngil kishisiga, tuyg'ular kishisiga aylanib qoldim. Shuning uchun arq bo'yida bitta maysa unsa ham zavqlanaman. Hovlimizda qaldirg'och kelsa ham zavqlanaman. Nima deydi? Ko'ngil kishisi ana shunaqa bo'ladi. Mingdan oshiq shogirdlarni yetishtirib chiqargansiz. Mana shu oralig'ida bundan bir 20-30 yil oldingi yoshlar bilan hozirgi yoshlarda ilmga bo'lgan muhabbati qay darajada? Xo'p. Men oldin yomon edi, hozir yaxshi edi deya olmayman. Hozirgi bolalarni olaylik. Kuchli bolalar. Chunki ularni mana bugungi axborot vositalarini o'zi ham tarbiyalab qo'yapti. Ularni bilimini oshirib yuboryapti.
bugungi yoshlar bir qancha tillarni bilyapti. Ko'ryapsizmi? Bugungi bizda yoshlarimiz kitob o'qiyapti. Bugungi bizda yoshlar xalqaro olimpiadalarning g'olibi bo'lyapti. Ixtirolar qilyapti. Maktab partasida o'tirib otasiga mashina olib beryapti, pul topyapti. Xullas, men bugungi yoshlarga havas qilaman. To'g'ri? Ma'lum bir qismi bor. Bular endi o'sha o'yinqaroq, bugun ilmni qadriga yetmaydigan, lekin 20-30 yil avval ham bolalarni yaxshi o'qiganlari yaxshi o'qigan. Bugun o'sha 20-30 yil avvalgi o'quvchilar bugun ota-ona, aqlli odamlar ham bo'lgan u paytlarda. O'qimaydiganlar ham bo'lgan. Hamma davrni ana shunday iste'dodlari bo'lgan, iste'dodsizlari bo'lgan. Faqat endi bugungi o'quvchi uchun axborot ko'p. Axborot juda ko'p. Shuning uchunmi bular tezlashib ketdi. Masalan, men o'zimni nevaralarim misolda ko'rsam, yoshiga nisbatan aqli tezlashib ketgan. Dunyo qarashi tezlashib ketgan. Fikrlashlari tezlashib ketgan. Havas qilaman. Va mana shu endi menchi, masalan, o'tgan asrning odami, menchi ana shunaqa aqlli o'quvchilarni o'qitayotganim uchun o'zimning ustimda ko'p ishlashimga to'g'ri keladi. O'zimdan ham aqllilarni o'qitayotganim uchun ularga aqlli gap aytishni o'rganishim kerak. Ilm berishim kerak. Demak, men ham bugun hozirgi yoshlar bilan qadam-ba-qadam ketyapman. Faxrlanaman bundan. Misol uchun, oldingizga o'quvchi kelsa, institutga yo universitetga topshiraman deb, qancha oraliqda uni o'sha yo'nalishga sovorish mumkin? 0 dan keladigan bo'lsa. Keladi. Meni oldimga, masalan, men fizikani yaxshi ko'raman, men ingliz tilini yo tarixchiman deydi. Ayrim o'g'il bolalar matematikani yaxshi ko'radi-yu, bilasizmi? O'g'il bolalar ko'proq ona tili adabiyotni uncha ham xushlamaydi ko'pincha. Men ularni ham tajribamda ko'rganman. Lekin o'qimaydida, bitta matematika yoki bitta ingliz tili yo bitta kimyo uni oliy o'quv yurtiga kirishiga yetmaydi undan to'plagan bolalar. Majbur ular ona tili o'qiydi. Boshida keladi, 0 man deb keladi. Men hech qo'rqmasdan, ikkilanmasdan, ishonch bilan ayta olamanki o'sha o'quvchilarimga, men seni 98% ga olib chiqib beraman. 0% bo'lsang. 100 ga emas. Chunki 100 ga biz ham xato qilamiz. 100 ning ichida. Lekin buning uchun meni aytgan ishimni qilishing kerak deyman. Endi mana butun hayotimda, ayniqsa mana shu o'quvchilarni oliy o'quv yurtiga tayyorlash jarayonida bildimki, o'quvchi 2 yilda tayyor bo'ladi. Agar 3-yil ham qatnasa, akademik bo'ladi endi. U mendan kuchli bo'ladi. Endi u o'tib ketadi. 1 yilda o'qiydigan o'quvchilar, tayyor bo'ladigan o'quvchilar juda kam, chunki ularning salohiyatini ham hisobga olishimiz kerak, qobiliyatini, xotirasini, boshqasini qabul qilishini. Lekin 2 yil o'qigan o'quvchilarim universitet domlalari bilan fikrlasha oladi, bahslasha oladi. Men unga ishonch bilan ayta olaman. Ishonch bilan ayta olaman. Hatto bilasizmi, Konfutsiyni bir kitobini o'qiganman-da. Konfutsiy yozyapti. Qani edi ota-onalar farzandlarini ustozlar qo'liga 3 yil bersa degan joyi bor. Lekin men 2 yil o'qidim. 2 yilda tayyor bo'ladi. Hozirgi ustozlarga nima maslahat bera olasiz? Farzand tarbiyalarini aynan o'sha yo'nalishda nimalarga ko'proq e'tibor beradi? Bergan yaxshi. Hozirgi ustozmi? Hozirgi ustozlar bilasizmi nima bo'lyapti? Hozirgi ustozlarni ham men hammasini ham ayblamoqchi emasman. Kuyib, pishib, mehnat qilib, o'sha darsni zavqli bir mashg'ulotga aylantirayotganlar ham talaygina. Mana respublika miqyosida matbuotni kuzatib boraman. Ana shu mehnatlari orqali oyiga $1000, $2000 ish haqi olayotgan o'qituvchilarga havas qilaman. Nega olyapti? Chunki ular mehnat qilyapti, o'zini ustida ishlayapti. Xo'sh, nima deyishim kerak? Mana o'sha farqdan kelib chiqib aytamanki, yana o'sha mehnat. O'qituvchi o'zini ustida ishlamasa, o'qituvchi o'zini
fanini sevmasa, kasbini sevmasa, ertaga borayotgan o'quvchisiga bugungi zamon talabidan kelib chiqib bir yangilikni olib kira olmasa, u bugun o'qituvchi hisoblanmaydi. Hisoblanadi, lekin o'quvchini, ota-onani tan olishi degan narsa ham bor. Mana shunday. Shuning uchun men o'qituvchilarga ko'proq kitob o'qishni, ko'proq o'z ustida ishlashni, bugungi hayotiy mana bu yechimlarni topishni, bugun talab qilayotgan turli xil narsalardan foydalanishni, o'quvchiga ko'proq yangiliklar, boshqalar yetkazishini men istayman. Mehnat qilsin. Shunchaki maktabga dam olgani borish kerak emasda. Baribir tarbiyada faqat o'qituvchini emas, menimcha ota-onani ham. Yo, bu yerda endi men tarbiya masalasida gapirmadim. Hozir umumiy ilmda ham deylik. Ilm haqida gapirdim. Endi tarbiyaga kelganda, bilasizmi, men mana bu Donolar bisotidan degan kitoblarni juda ko'p o'qiyman. Endi hayotimda o'qiganman. Shunday faylasuflardan biri aytayaptiki, 100 ta o'qituvchini bergan tarbiyasidan ko'ra bitta otani bergan tarbiyasi ustun deyapti. Eshityapsizmi? U faylasuf bu gapni bekorga aytmayapti. Demakki, Onani ham demayapti, otani. Otani deyapti. Tushunyapsizmi? Otani bitta tarbiyasi. Shuning uchun bola tarbiyasida eng avvalo ota-ona. Ota va ona. O'qituvchi unga ilmi mayli, maktab shunaqa emas ekan, ta'lim va tarbiya emas ekan. O'qituvchi ham tarbiya berish kerak. Lekin bu yerda oiladagi tarbiya muhim hisoblanadi. O'qituvchi tarbiya beraversa-yu, ota-onasi qo'yaver, o'qituvching gapiraveradi desa, bola bilasizmi qaysi yo'lga qarab ketadi? O'qituvchim gapiraveradi deb ketaveradi. O'zi oddiy bir o'simlikni parvarish uchun qancha mehnat kerak? Qancha mehnat? Taga chopiladi, Albatta. butaladi, to'g'ri uchun shirait sepiladi. Ana shunday. Shuning uchun men birinchi o'rinda ota-onani o'zini haligi qilaman. Mas'ul deb hisoblayman. Qaysi qahramon hayoti sizga eng katta saboq bergan? Bu yerda badiiy qahramonlarmi yo hayotda? Endi menchi mayli. Usmon Nosir aytadiki, bu qanaqa sevgiki, bu qanaqa hayotki, Otabek bilan Kumushni hayoti porakanda bo'lsa, Desdemona bilan Otelloni, Romeo va Julietta, Farhod Shirin, Layli Majnun. Shuning uchun men ko'proq hayotdagi real kishilarni o'zimga qahramon qilib olaman. Masalan, men Rumiyni o'zim uchun qahramon deb bilaman. Rumiyni bitta menda uni ma'naviy masnaviysi bor, ichingdadir kitoblarini o'qiganman. Rumiyda bitta yaxshi narsa bor. Ko'ringaning kabi bo'l. Bo'lganing kabi ko'r. Bilasizmi bu nima degani? 200lamachi bo'lmaslik. Qanday ko'rinyapman sizga hozir? Hayotda ham xuddi shunday bo'lishim kerak. Men nimadan, Naqshbandiydan meni qahramonim deb hisob, ma'naviy qahramonlarimda bular. Dil bayoru dasbakor. Qo'ling mehnatda, qalbing Allohda bo'lsin. Men Navoiydan hunarni asrabon netkumdir axir, olib tuproqqami ketkumdir axir degan satrlarni jo qilib olganman yuragimga. Mana nima uchun men shu paytgacha ishlayapman. Ozmi ko'pmi Alloh yo'qtirgan ilm bor, kamtarona mehnatimiz bor. Shularni mana shu hozirgi avlodlarga bersak, shular bilan oziqlantirsak, uni tuproqqa olib ketamizmi? Mana shuning uchun bular meni ma'naviy qahramonlarim, bular meni ma'naviy ustozlarim. Tushunyapsizmi? Ustozlar. Bolaning kelajakdagi muvaffaqiyatini maktab dardona bilsa bo'ladimi? Endichi bunaqa. Bitta qolip yo'q-da buning uchun. Maxsus qolip yo'q. Ha, bilsa bo'ladi, yo'q bilish mumkin emas degan fikrlardan qochishimiz kerak. Bilsa bo'ladi. Men o'zim juda ko'p haligi o'qituvchi sifatida ishlayversangiz bolani psixologiyasini bilib qolasiz. O'qituvchilarni eslaysizmi? Daskaga yozib turman, paloncha jim o'tirdi. O'qituvchilar ana shunaqa psixolog bo'lib ketadi. Meni o'zim juda ko'p yoshlarga masalan yo'llama berganman.
Mana masalan menda bitta o'quvchi o'qir edi. Shunaqa zo'r o'qiydi. Ona tilini ham, adabiyotni ham. O'g'lim, kim bo'lasiz desam, shifokor deyapti. Keling shifokor bo'lmang. Siz adabiyotshunos bo'ling. Sizni qudratli ovozingiz bor. Siz shunaqa zo'r inson bo'lasiz agar adabiyotshunos bo'lsangiz. Keling adabiyotimizni qaysidir yo'nalishlarini iltimos olib keting, u adabiyotchi bo'lib ketdi. Navoiy asarlarini o'zbekcha, inglizcha lug'atlarini tuzib zo'r adabiyotshunos bo'lgan. Mana maktabimizda o'qiyotgan, ishlayotgan bir qancha ustozlarga ham maktabda o'qitib yurganimda siz ona tili adabiyoti o'qituvchisi bo'ling, siz mana soha egasi bo'ling deb maslahatlar berganmiz, chunki maktab davrida ularni qanday kasb egasi bo'lishini sezish mumkin-da. Lekin hammasini ham emas. Ammo o'qimagan bolani hamma ham o'qimaydi meni nazarimda. Hammani 30 ta bolami 30 xil xarakter, 30 xil qobiliyat, 30 xil iste'dod, qabul qilish ham 30 xil. Shuning uchun bola qabul qila olmayotgan bo'lsa, unga tanbeh berish, uni quloqdan cho'zish yoki mana haligi gap bor-ku, sen odam bo'lmaysan deyish, bu ustozlarning lug'atidan chiqib ketish kerak bu so'zlar. Chiqib ketish kerak. Ular hayotda yo'lini topadi. Xudo xolis. Aynan ana shu o'quvchilar jamiyatimizning eng yaxshi insonlariga aylanadi ko'pincha. Men uni ham hayot tajribalarimda ko'rganman. Tajribangizdan kelib chiqib, ishongan insonlaringiz xiyonat qilganmi? Qanaqa xiyonat masalan? Endi kasbga xiyonat bo'lishi mumkin, aytgan narsangiz mumkin. Bo'ladi. Endi hozir men uni aytgim yo'q, chunki meni gaplarimni eshitsa bir umr yuragiga tegib qolmasin-ku, bo'lgan. Ularga qanday javob qaytargansiz? Xo'sh, omadini bersin. Chunki men Tog'ay Muratni ko'p o'qiyman. Agar Tog'ay Muratni o'qigan bo'lsangiz, yashasin dushmanlarim degan so'z, xulosa so'zi bor. Otamdan qolgan dalalar kitobida. Uni iste'dodini, uni talantini, uni yutuqlarini ko'ra olmagan kasbdoshlari unga ko'p yomonliklar qilgan. Hatto o'limni ham ravo ko'rmoqchi bo'lishgan ularga. Lekin bu o'sha davralarga kira olmasdan butun bir alamini, o'sha nimalarni hammasini ijoddan olib shunaqa zo'r asarlar yaratdiki, dushmanlar uni ko'kka ko'tarib qo'ydi, o'zlari bilmayapti. Shuning uchun hayotda bo'ladi. Ustoz, shogird masalalarida bor bu narsa. Bor. Omon bo'lsin. Chunki men xafa bo'lmayman. Nimaga? Meni yo'qotadigan hech narsam yo'q. Ularning oldida. Hayot sizga nimani o'rgatdi, ustoz? Voy, hayot menga kurashni o'rgatdi. Yiqilsam o'rnimdan turishni o'rgatdi. Men ham ayol kishi bo'lsam ham hayotda ko'p to'siqlarga duch kelganman, zarbalarga duch kelganman, nohaqliklarga, tushunmovchiliklarga, lekin hammasini bosib, yanchib, qaddimni tik tutib, mag'rur yashashni o'rganganman. Uni hayotdan o'rgandim. Shuning uchun menga ustozingiz kim desa, birinchisi hayot deyman, ikkinchisi kitob deyman, uchinchisi Navoiy deyman. Men maktabda o'qitgan ustozlarimga ham ming rahmat. Lekin hayot eng katta murabbiy. Men hozir hayot degan maktabni 75-sinfida o'qiyapman. Men hanuz o'qiyman. Hanuz o'rganaman. Ilm ummon uni tagiga yetib ham bo'lmaydi. Hayotdagi hamma narsani o'rganishga bir insonning umri yetmaydi, lekin 5 dan qabrgacha ilm izla deyilgan hadislarni bilasiz-ku. Shuning uchun hayot menga yaxshi yashashni o'rgatdi, to'g'ri bo'lishni o'rgatdi, haq gapni gapirishni o'rgatdi. Men juda ko'p haq gapni gapiraman. Doimo gapiraman men. Meni nimamni oladi? Hech narsani yo'qotmayman men. Aksincha ular mendan uzoqlashib, meni yo'qotib qo'yishadi. Men shunday deb o'ylayman. Bir kun kelib ta'lim vaziri bo'lsangiz, ona tili fanida nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Vazirlikmi? Ha, mayli. Yaxshi niyat, lekin bilasizmi, ona tili millatning tili. Millatning ruhi. U ota bobolarimizni tili bu. Birinchi navbatda men ona tili fanini maktablarda, oliy o'quv yurtlarida
ko'proq o'tilishini, o'quvchilarimizni o'z ona tillarida ko'proq ijodiy ishlar qilishini, ona tilimizda matnlar tuzishni, og'zaki nutqini rivojlantirishni, yana nimalarni, juda ko'p narsani o'zgartirardim va kiritardim. Bilasizmi, men hozir ozgina xafamanda. Qaysi ma'noda? Bugun oliy o'quv yurtiga kirayotgan talabalar ichida ona tili fani juda ko'p nimalarda, yo'nalishda majburiy ta'limga aylanib qolganda. Majburiy ta'lim. Men uni asosiy ta'lim sifatida qo'yishni xohlardim, ona tili fanini. Chunki bugun yosh u shifokor bo'laman. Men bitta shifokor o'g'limdan so'radim. Siz ona tili o'qib nimaga erishdingiz deyapman. Savodli yozishni, savodli gapirishni o'rgandim men deyapti. To'g'ri, uni shifokorlikka aloqasi yo'qdir. Lekin u shifokor savodli-ku, buni nimasi yomon? Mana juda ko'p gapiriladi, mendan boshqalar ham gapiradi. So'zdan so'zni farqini bilish uchun ona tili kerak. Uni ma'nosi, masalan, oshiq har ko'chada yig'laydimi? Har go'shada yig'laydi. Go'shada yig'laydi. Go'sha ovloq joy, birov ko'rmaydigan, xoli joy. Lekin tushunmasa, har ko'chada yig'laydi. Oshiq har ko'chada yig'lamaydi. Yigit kishi yig'isini birovga ko'rsatmaydi. Mana men o'quvchilarimga mana shu gaplarni aytaman. Bugun men aytaman. Kim bo'lmoqchisan? Doktor bo'laman. Shpris so'zini chiqib yozchi daskaga deyman. Lotin yozuvida. Aksariyati bilmasa, ko'rdingmi deyman, qizim. Sen mana so'zni yozishni bilishing kerak, sen doktor bo'lmoqchisan. Ona tili juda muhim. Ona tilim, onajonim tili bu. Qadimlikda o'xshar ona tuproqqa, onajonim, ona tilim, onajonim tili bu. Buyuklikda tengdir ona tuproqqa. Mana shunday. Mana shu tuproq, ona yerimiz yaralibdiki, bizni turkiy tillarimiz. Bizni o'z Erkin Vohidovni eslaysizmi? Tianshan bilan teng o'zbegim deganlar. Demak, o'zbek qachon paydo bo'ldi? Tili ana shunday paydo bo'ldi. Sizga eng qiyin savolni kim bergan va u nima? Men bilmayman. Qiyin savolni nimaligini. Eslay olmayman. Lekin o'zim qiyin savollarga duch kelsam, o'shalarga javob beruvchi kishini topmay qolaman ba'zida. Shunday. O'qituvchidan nima farqi bor? Nimada endi farqlanadi? Malakali o'qituvchi haqiqiy sohasini. Endichi birinchi navbatda o'qituvchi bu ustoz, u murabbiy, u muallim eng avvalo o'quvchisidan talab qilayotgan narsa o'zida mujassam bo'lishi kerak. O'zida mujassam bo'lishi kerak. To'g'ri yur desa, o'zi to'g'ri yurish kerak. Yolg'on gapirma deb odobnoma darsi o'tyaptimi yo adabiyotdan-da, boshqa fandan. O'zida o'sha narsa mujassam bo'lish kerak. Men bilamanki, o'quvchi biz yosh bola deb ko'pincha e'tibor bermaymiz. U o'qituvchilar kattalar. Aslida ular buyuk hakam. Buyuk hakam. Qarang, men buyuk so'zini qo'shdim. Nega? O'qituvchi to'g'ri gapiryaptimi, noto'g'ri gapiryaptimi? O'qituvchining o'zi aytgan gapiga amal qiladimi, yo'qmi? Bolalar esa yaxshi biladi. Bolalar esa yaxshi biladi. O'g'irlik qilma, bu yomon odat deb o'rgatyapti. Lekin o'qituvchisini biladi, kechqurun qayerdandir temir o'g'irlab kelayotgan. Misol uchun. Tushunyapsizmi? U odam qanday qilib tarbiya bera oladi? Shuning uchun o'qituvchidan o'qituvchining farqi birinchi haqiqiy ustoz bo'l. Haqiqiy ustoz bo'l. Ikkinchisi, albatta boyaga aytgandek, kimdir $1000 oylik olyapti, bir xil soatga, kimdir 2 million olyapti. Bu deganiki malakasi bilan ham farq qiladi. Keyin o'qituvchilik bir narsani aytkim keladi. Mana bir san'atkorga aytadi, bunga Alloh yo'qtirgan deydi, yo bir shoirni aytadi, Alloh bunga istidod ber. O'qituvchilikka ham shunday bo'lish kerak. Alloh yo'qtirgan bo'lish kerak o'qituvchilikda. Alloh yo'qtirmasa, shunchaki kitobdagi narsani kirib chiqib aytib ketuvchi bo'lgan bilan ish bitmaydi.
Alloh yuqtirgan bo'lsa, masalan, dars bir san'at asariga aylanib ketsa-da, menga ham ko'pincha savol berishadi, shu yoshingizda ishlaganda charchamaysizmi? Bo'ldi endi. Men ishlamayman. Men darsga kirib, men zavqlanaman. Men maza qilaman. Tushunyapsizmi? Ana tushunmayotgan o'quvchilarni gap yetkazib, ularni hayratda qoldirish bilan ham zavqlanib ketaman. Va hali birorta meni qo'limdan chiqqan o'quvchi biror oliy o'quv yurtiga kirib, ana shu fan bo'yicha, o'sha fandan olgan ilmi bo'yicha tanbeh eshitgan joyi yo'q. Aksincha menga salomlar, rahmatlar yog'ilib keladi. Bu esa meni yana g'ururlantiradi. Yana to'g'ri yo'ldan ketayotganimni, yana ko'p ishlashim kerakligini motivatsiya beradi bu narsalar menga. Mana shunday. O'quvchilar siz haqingizda bilmaydigan qiziqarli faktlar aytib bering birorta. Qiziq. Endi qiziqarli fakt demaylik-ku. Meni hayotimda mana shu o'quvchilar bilan bog'liq voqealar bo'lganda birorta ikkitasini aytib ko'rishga harakat qilib ko'raman. Birinchi voqea shunday bo'lyapti. 11-sinfda dars o'tyapman. Ertaga keyingi adabiyot darsida insho yozamiz deyapman. Keyin dars so'ngida asosiy qismga mana bular haqida to'xtalsangiz bo'ladi. Kirish qismida mana bularga to'xtalsangiz bo'ladi. Xulosada mana bu masalalarga to'xtalsangiz bo'ladi deb gapiryapman-u, lekin ichimda boshqa ovoz inshoni hammasini aytib qo'ydim-ku bularga degan e'tiroz bo'lyapti. Hammasiga yo'nalish berdimda, kimda savol bor desam, 11-sinf o'quvchisi bitta yigit o'rnidan turib, menda savol bor. Ha, nima savol? Ertaga qaysi mavzuda insho yozamiz deyapti. Tushunyapsizmi? Men mavzuni emas, inshoni ham aytib bo'luvdim. Yaxshi hamki stolning yonida turgan ekanman. Shunda stolni ushlaganman. Endi o'sha paytda meni qon bosimim ko'tarilgan bo'lsa kerak. Men u paytda bilmasdim qon bosim nimaligini. Shunday stolga o'tirganman. Boshim aylanib ketgan, sinfim aylangan. Nima bu? Qanaqa voqea? O'quvchilar sezmagan lekin bu holatni. Mana shunaqa o'quvchilar ustozlarni minglab nervlarini, asablarini uzadigan o'quvchilar. Ana shu ko'rdingizmi, ustozlik nima uchun mashaqqatli kasb? Men butun inshoni mazmunini qulog'iga quyib qo'yganimda qaysi mavzuda insho yozamiz deb tursa. Bular og'riqli nuqtalar. Og'riqli. Bilmadim, ayb u boladami, ayb o'zimdami? Ana shu narsalar meni hech nima qilmaydi. Keyin men adabiyot o'qituvchisi sifatida har darsimda bitta erkin mavzuda she'r so'rardim o'quvchilarni yoddan. Bir kuni bitta o'quvchim, u ham yuqori sinf. Men o'zi asosan yuqori sinfda dars berganman. Jurnalni to'ldirguncha boladan men she'r so'rardim. 20-30 yil avvalgi gaplar, 40 yil avvalgi. O'sha paytlarda men kitob o'qitardim, she'r so'rardim boshqa. G'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish deb Navoiydan bir ruboiy o'qib berdilar. Ha, o'tiring dedim. Yana adabiyot darsi keluvdi. Yana kim she'r tayyorlab keldi desam, o'sha bolam men dedi. Ha, ayting desam, g'urbatda g'arib shodimon bo'lmas emish dedi. Endi o'quvchilar shunaqa bo'ladi, o'qituvchini endi indamay qo'ya qoldim. Yana bu safar ham tanbeh berma. 3-safar yana qo'l ko'tardi. Ha degan edim. Ayting desam, g'urbatda to'xtang dedi. Nechaga chiqdingiz o'g'lim dedim. 17 ga dedi. Nimaga siz tinmasdan g'urbatda g'arib shodmon bo'lmas emish deb har kuni o'sha narsani takrorlaysiz dedim. 17 yoshli yigit bilasizmi qanaqa she'r aytish kerak dedim. Eng gullagan yoshlik chog'imda, sen ochilding ko'ngil bog'imda, shundan beri tilimda noming, shundan beri dilimda noming deb she'r aytsangiz bo'lmasmidi? Deb tanbeh bergan paytlarimiz ham bo'lgan. Endi unaqa voqealar juda ko'p bo'lar. Endi qiziqarli bo'lmasa ham hayotimda iz qoldirgan shu voqealar. Aqlli odam xavflimi yoki aqlsiz? Aqlli xavfli-da. Aqlli xavfli. U aqlsiz ahmoq-ku, nima qilayotganini o'zi bilmaydi. Aqllidan qo'rqish kerak. Agar u o'zini aqlini ana shunaqa qo'rqinchli ishlarga sarflayotgan bo'lsa.
Aqllidan qo'rqaman. Sizni ko'p o'ylantiradigan savol. Meni ko'p o'ylantiradigan savollar ko'p. U nafaqat adabiyot faniga, ona tili yo o'qituvchilikka, umuman jamiyatimizga ham meni ko'p narsalar o'ylantiradi. Ko'p narsalar. Endi mayli bittasini ayta qolay, endi maktab sohasida bugungi yoshlar boyaga aytganimdek o'zini yoshiga nisbatan ulg'ayib ketdi. Chunki mana telefon, internet, boshqalar ularni ulg'aytirdi, ularni bilimini ham boyitdi, yaxshi tarafi ham, yomon tarafi ham hamma gapiryapti, hamma bilib turibdi. Tajribali ota-ona, bobo-buvilarni nasihatlarini aksariyati quloq olmayapti. Mana shu meni ko'p o'ylantiradi. Ko'p o'ylantiradi. Bu millat degani, bu sharqmiz, biz sharqlikmiz. Sharq farzandi degani, bilasizmi, qadimda otang o'tirgan uyni tomiga chiqma degan gaplar bo'lgan. Bugun bolalarimiz otasi bilan bemalol, qizlarimiz gaplashib ketyapti. Qaysi ma'noda? Haligi hayiqmay, imanmay, tortinmay, bilmayman, meni juda ko'p narsa o'ylantiradi. Juda ko'p narsa. Farzand tarbiyasini ko'proq oiladagi muhit o'zgartiradimi yo atrofdagimi? Qarang, oila ham o'zgartiradi. Atrof muhitda ham ta'siri bor. Yonida yurgan sheriklarning ham ta'siri bor. Hammasini ta'siri bo'ladi. Hammasini ta'siri bo'ladi. Agar, lekin bu ham boyagi bitta qolipdagi narsa emas. Agar oilada to'g'ri tarbiya berilsa, atrof muhit unga ta'sir qila olmaydi. Agar to'g'ri tarbiya olgan bo'lsa. To'g'ri tarbiya deganingizda qanday maslahatlar bera olasiz? To'g'ri tarbiya deganda, masalan, nima oq, nima qora, haligi nima yaxshi, nima yomon, farzandlariga har kuni shularni tushuntirib, farzandlari ularni qulog'iga olib, nima deydi, axloq, odobi joyida bo'lsa, u ko'chani ta'siri bo'lmaydi. Ta'siri bo'lmaydi. Axloq, odob bo'lish uchun ham ota-ona o'zlari ko'rishni bo'lish kerak. Ota-ona ham ustoz, bilasizmi? Ota-ona ham ustoz. Ota-ona ham bilimli bo'lish kerak. Mana nima uchun bugun qizlarimizni ko'proq o'qityapmiz? Davlat o'qityapti-da. Chunki ertaga biror joyda ishlamagan taqdirda ham oila quradi, farzandlar ko'radi. Farzandlariga tarbiya berish uchun ham ular ilmli bo'lish kerak. Ular ilmli bo'lish kerak. Bugun masalan 7-sinfda o'qiyotgan bolasiga hamma fandan ota-ona yordam bera oladimi? Fanning uyga vazifalariga. Ko'ryapsizmi? Ota-onasi bilmaydi-ku. Qanday bo'ldi bu? Ota-ona ham ustoz. Birinchi ustoz ota-ona. Mana shunaqa. Shu ishlaydigan bir do'stim bor deyapti. Ayoli ham ishlasa kerak endi. Bu misolni aytishim joizmi yo'qmi bilmayman. Farzandi, qarang, ota-ona shunaqa yaxshi insonlar, jamiyatda ilg'or odamlari, ilmli odamlar, lekin o'g'li ota-onaning gapiga kirmaydi. Ko'ryapsizmi? Keyin yozuvchiga murojaat qilyapti, do'stim, sen nasihat qilgan bolamizga. Nasihat qilsam deyapti. Nasihatimni quloqqa olmadi u bola deyapti. O'tkir Hoshimov aytyapti. Endi bunaqa holatlar ham bor. Va qo'rqish kerak bunday holatlardan. Shuning uchun ota-onalarchi, bir narsani aytaman, ayniqsa bugungi ota-onalar farzandlarni moddiy jihatdan bekami ko'z qilib qo'yapti-da. Boyagi tarbiyasi, farzandi bilan suhbat, uni eshitish, uni qo'llab-quvvatlashga kelganda o'zidan itaryapti. O'zidan itaryapti. Ko'ryapsizmi? Mana nima bo'lyapti. Bugun ayniqsa men juda ko'p duch kelganim, bolasini qo'shnini bolasiga, qarindoshli bolasiga taqqoslaydi. O'zini tengquriga solishtiradi. Bola sinadi shu yerda, bilasizmi? Va o'sha eng yaxshi do'stini agar solishtirsa, o'shanga o'xshasang bo'lmay, shuni yomon ko'rib qoladi u boyaga bola. Mana shu birovga taqqoslamaslik kerak, solishtirmaslik kerak. Sendan u yaxshi deyish kerak emas. Biror marta bolamizni
men shunaqa siz, masalan siz yo men yo boshqa shunaqa bir biznesni ishga qo'ymoqchiman. Sen nima deysan deb so'raganmizmi? 9-10, 11 sinf o'quvchilari, o'g'illarimizdan, farzandlarimizdan, qizlarimizdan biror narsani o'rgatsa, sen jim tur, sen hali yoshsan, nimaga ham aqling yetardi deb aslida biz nima qilyapmiz ular? Har kuni bitta sindiramiz. Har kun bitta shoxini sindiramiz. Shuning uchun tarbiya avloni aytmoq, ya hayot ya mamot, shu boshqa narsa emas. Tarbiyaning uchinchi yo'li yo'q. Ya hayot ya mamot. Ya falokat ya saodat, shunaqa. Kasb tanlashda farzandga ota kasbi ma'qulmi yoki o'zi tanlagan? Ha. Masalan, men mana shu ona tili adabiyoti o'qituvchisi sifatida ozmi ko'pmi yutuqlarga erishdim, lekin meni ota-onam oddiy kolxozchilar bo'lgan. O'qimagan bo'lgan, hatto maktab, madrasa ko'rishmagan endi. Lekin endi hozirgi hayotdan kelib chiqsakchi, masalan, o'qituvchini bolasini o'qituvchi bo'lgani ancha ham yutuq bo'ladi. Doktorning bolasini doktor bo'lgani o'sha bolasiga yutuq bo'ladi. Nega? Chunki mana dorilarni nomini uyda eshityapti, mana muolajalarni eshityapti, shpritsni taniydi, dorini taniydi. U ishlab keta oladi, o'qib keta oladi. Yoki masalan meni o'zimning farzandlarim insholarimni o'qishgan, tekshirishgan, vaqt kelsa diktantlarimizni ko'rgan, boshqa qilgan bolalar bilan muloqotlarimizni ko'rgan va o'qituvchi bo'lib ketyapti. Eplab ketishdi o'qituvchilikda. Uddasidan chiqishi oldi. Shuning uchun bu yerda ham yana biz doim bitta doira chizib qo'yib shuning ichida yurishimiz kerak emas. Ota kasbini egallasa undan yaxshi, lekin hamma ham ota kasbini egallay olmaydimi? Qandini ursin, o'zi xohlagan bir kasb egasi bo'lar. Meni fikrim shunday. Shunday. Siz maslahat beradigan kitob yoki birorta qahramonning hayoti. Umuman yoshlarga qaysini o'qi deb maslahat bergan bo'lardingiz? Qaysi kitobdir yoki qaysi qahramonning hayoti? Endi bugungi yoshlarimiz agar o'qisa, mana kitobxon bo'lsa, ingliz yozuvchi Oliverni Molxona degan kitobi. Jamiyat haqida. Uzr. Jamiyatdagi har xil toifadagi odamlar haqida. Buni o'qisa bo'ladi. Men Chingiz Aytmatovni ko'proq tavsiya qilgan bo'lardim. O'zimizda adabiyotda endi ko'p, mana O'tkir Hoshim buyuk yozuvchi desa bo'ladi, Xudoyberdi To'xtaboyev, lekin kimni ko'proq maslahat berasiz? Men hozir yana tavsiya qilishim mumkin. Mana bu maishat deymiz, maishatimiz turmushimiz. Mana shu turmushda juda ko'p narsani qo'lga kiritish, yutuqlar yoki qanday yashash kerak. Bugun ana shu insonlarni jamiyatda tutgan o'rnini o'rgatadigan kitoblar juda ko'p. Ular badiiy asar emas. Ular ilmiy asar emas. Ular xuddi psixologik asarlarga o'xshagan asarlar juda ko'p. Masalan, turk adabiyotida juda ko'p, mana o'zbek tiliga ham tarjima qilinyapti. Masalan, men o'zim shu kunlarda o'qib chiqqan kitobim Elon Muskni, onasi May Muskni Rejali ayol kitobini o'qib chiqdim. Shu kunlarda. Va havas qildim u ayolga. Nima uchun? Endi u mana shunaqa, u ham kurashlarda toblangan ayol ekan. Men havas qildim, uni kitobini o'qidim. Ayol, o'sha ijodkor bizga hayotda reja bilan yashashni, maqsad bilan yashashni o'rgatyapti. Har kunimiz rejali va biz orzu kerak emas. Orzu osmoncha bo'ladi. Maqsad bo'lish kerak-da insonda. O'sha orzuni amalga oshiradigan maqsad. Mana o'shalarni o'rgandim bu ayoldan. Havas qildim men u ayolga. Zo'r kitob ekan. Meni o'shani ham tavsiya qilaman o'qishni. Yoshi qariga birday ta'sir qiladi. Birday. Hozirgi yoshlarga ko'proq nima yetishmaydi?
sabr yetishmaydi hozirgi yoshlarga. Mana men shu ko'pincha yosh oilalarni mana ajrim yoqasiga kelib qolishida o'sha sabr toqat yetishmasligini birinchi o'ringa qo'yaman. Masalan, sal pul topilmadimi? Sabr yetmaydi kutishga. Sal haligi nima tarafga ketdimi? Nima deydi? Minus tarafga deymanmi, nima deyman? Sabr yetmaydi. Salbiy tomonga. Salbiy tarafga, uzr. Xullas, birinchidan sabr yo'q, sabrsiz. Tez hukm chiqaradi o'zlaricha. Ko'ryapsizmi? Mayli, tez hukm chiqaradigan joylar ham keladi hayotda. Lekin oila masalasida, kasb masalasida, ish masalasida uzoq o'ylab keyin bir hukm qarorga kelish kerak deb o'ylayman. Shuning uchun sabr yetishmaydi, o'sha sohadagi mag'lubiyati bo'yicha ilm yetishmaydi. Qaysi sohada bo'lsa ham. Ilmda ham mag'lubiyatga uchrayaptim. Demak, o'sha ilm yetishmaydi. Oilada ajrim yoqasiga kelma, oila ilmi yetishmaydi. Ilmni ham turi ko'p bu yerda. Shuning uchun men birinchi o'rinda sabr yetishmaydi. Ilm yetishmaydi. Tajriba yo'q ularda. Tajriba eng katta narsa. Tajriba. Mana shu ajrimlarda ko'proq kim sababchi bo'ladi? Ayol kishi, sizningcha? Ayollar. Tushundingizmi? Ayollar. Men shunday deb o'ylayman. O'lim degan so'zni eshitganingizda birinchi xayolingizga keladigan nima bor? Men avval yoshligimda qo'rqardim o'lim so'zidan. Bugun yoshim bir joyga borib, o'lim tiriklikni chiroyli tarafi ekanligini tushunib yetdim. Bugun biz tirikmiz. Mana shu tirikligimizni go'zal tarafi o'lim ekan. U go'zal bo'lish uchun mana hayotda go'zal yashab qo'yishimiz kerak. Go'zal deganda qaysi ma'noda? O'sha to'g'ri yashashimiz, shariat masalalari bo'yicha to'g'ri bo'lishimiz, ota-onaga bo'lgan munosabat, farzandga bo'lgan munosabat. Bugun endi men o'limdan qo'rqmayman. Hayolimga keladigan narsalar o'sha shogirdlarim keladi, haligi bir she'rda yozadi-yu, Sirot ko'prigi uzra birga o'tishdi ular. Har bir haligi gunohimiz uchun yelka tutishdi ular. Shuning uchun Alloh mana shu qilayotgan ishlarimizda ajrini bersin. Amin. Ayniqsa ustozlarga o'qitayotgan har bir harfini ajrlarini berib, o'limlarni oson qilsin. Bu dunyoda qani Navoiy, qani Amir Temur, qani Bobur, qani Iskandar Zulqarnayn. Bu deganiki insonning umri abadiy emasdi. Ne shohlar, ne sarkardalar, ne olimlar, shoirlar o'tib ketdimi? O'lim haq. O'shani haqligini bilib yashash kerak. Haqligini. Birinchi tarbiyalagan o'quvchingiz institutga yo universitetga kirganda eshitganmisiz hech? Qay darajada xursand bo'lgansiz? Qarang, men 7-maktabda ishlaganman. Birinchi o'quvchilarim Nuralilar, Ma'murjonlar, Shohistalar hammasi o'qishga kirgan. Mana Rahmatullalar, doktor, bularning hammasi meni o'quvchilarim. Xursand bo'lganman albatta. Ayniqsa o'sha paytda hamma oliy o'quv yurtiga kirish uchun insho shart bo'lgan. Insho. Menda shunaqa narsa bor ediki, xo'p, kimyoni zo'r biladi, fizikani yo matematikani, bular inshodan yiqilsa, meni haqqim yo'q degan fikr bo'lardi menda. Men tufayli yiqilishidan, o'qishga kira olmay qolishlaridan, yomon baho olib qo'yishlaridan qo'rqardim men. Qaysi ma'noda? Mas'uliyat hissi bo'lardi. Shuning uchun men ularga o'sha inshoni baholi qudrat yaxshi yozishni o'rgatganman va albatta quvonasizda. Faxr-ku, sizning mehnatingizni mevasi-ku bular. Yutuqlaringiz o'shalarda. Xursand bo'lganman. Mana Nurallar bugun ta'lim vazirligida ishladi.
qancha bir yuqori martabalar ishlarda ishlab, bugun hokimiyatni bir tarafida ishlab turibdi. Shogirdlar ular. Xursand bo'laman. Inson 60-70 dan oshgandan keyin ko'proq nimaga muhtoj bo'ladi? E'tiborga. 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 Farzandini e'tibori, atrofdagilarning e'tibori, mehr. Men masalan o'zimdan ham o'tadigan gap, e'tibor berishlarini, o'sha farzandlarimni, yaqinlarimni e'tiborga muhtoj bo'ladi. U qorni och emas, usti haligi nima emas ular. Ularga emas, e'tiborga, mehrga, shirin so'zga. Ana shu narsalarga muhtoj. Ma'naviy muhtojlik seziladi. Moddiy emas, ma'naviy muhtojlik. Qisqa qilib aytganda ma'naviy. Shunaqa. 1000 dan oshiq o'quvchilar o'qitgansiz. O'shalardan qisman necha foizi kelib xabar oladi yoki telefon qilar, kelib ketar? Qarang. Albatta o'qishga kirgan yillari o'qishga kirdim deb xursand bo'lib kelib ketishadi. Hammasi ham. Hammasi ham. Oradan vaqtlar o'tib, yilda bir keladigan, oyda bir keladigan bo'ladi. Ular ham bor. Endi men masalan 100% deb olsam o'quvchilarimni bir 10% xabar olib turadi hozir. Shunday. Lekin 100%dan 10%. ha, 100%dan. Lekin ko'cha-ko'yda ro'bara kelib qolsak, hurmatimni joyiga qo'yadi. Qo'yadi. Yaxshi kunlarni eslashadi. Hatto aytishadiki, mana shu shaharlarga o'tsak, ustoz sizni eslamasdan o'ta olmaymiz deydi. Ana yo'ldan o'tadi-ku. Mana necha yildirki deydi, shu yerga kelganda shundoq o'tib ketganimni eslay olmayman deydi. Albatta eslaymiz sizni deyishadi. Hozirgi kunda nechta tarbiyachingiz bor? Ha, endi qarang. Menda bir paytlar 156 gacha chiqqanda meni o'quvchilarim. 156. Oylik. Ya, oylik emas. O'quvchilarimning soni. Ha. Siz hozir qanaqa savol berdingiz? Hozirgi kunda nechta tarbiyachingiz bor? Tarbiyalovchingiz bor. Ha, o'quvchingiz bor. Ha. Eshityapsizmi? Shuni men shunday deb tushundimda, bir paytlar 156 gacha chiqqan meni o'quvchilarim. 5 ta smenalab dars o'tgan paytlarim bo'lgan. Bir kunda. Bir kunda. Har bitta smenangiz necha soatdan bo'lgan? Ha, boshida men 3 soatdan o'tganman har smenamni. Keyin menga bir buxorolik ustoz, unaqa qilmang. 2 soatdan o'ting. Lekin men 3 soatdan o'tardim. Kechasi 11 gacha o'tardim. Tushunyapsizmi? Keyin endi to o'quv markazlari mana shu bizning tumanda ochilgunga qadar menda o'quvchilar maktab o'quvchi bo'lgan. Maktab. Endi o'quv markazlari ochilgandan keyin qisqarib bordi, 120 ta qoldi, 80 ta qoldi, 60 ta qoldi. Lekin aynan bu yilgi o'quv yilida men 4 ta 5 tagina o'qituvchini o'qitdim. Nima degani o'qituvchi? Faqat o'qituvchilarni o'zini o'qitdim. Ular ona tili adabiyot o'qituvchisi, lekin ular umr bo'yi mana shu kasbni, mana shu fanni o'qituvchisi bo'lganligi uchun miridan sirigacha, ipidan ignasigacha o'rganish uchun qatnashdi. Ipidan ignasigacha. Kerakda ularga. To nafaqaga chiqib ketguncha, maktabni tark etguncha nima kerak ularga? Qo'limdan kelgancha o'rgandim. Endi o'quv markazida ham ishladim, mana Zakovatda. Sog'lig'im to'g'ri kelmay qatnamay qo'ydim. 3 yil erta ham ishladim, Zakovatda ishladim. Zakovatda ishlagan yili bilasizmi? Mana shu sizga o'xshagan blogerlar o'rganib bizda o'sha Toshkent viloyatining 5 ta o'quv markazining ichida o 2-chi o'rinni oldik. Birinchisini Olmaliqdagi Buxoro maktabi olishdi. Shunaqa bo'ldi. Bugungi kunda ota-onalar tarbiyada eng ko'p qanday xatolarga yo'l qo'yapti? Mana boya men farzand tarbiyasi. Boya aytib o'tdim-ku, xatoligi bolasini eshitmaydi. Masalan, oddiy onasini o'zi o'qituvchi yo otasi o'qituvchi deylik. Keling ona deb gapiraylik. Onasi o'qituvchi. Maktabda ishlab keladida o'zini bolasiga kelganda charchab keldim, nariroq tur deb itaradi. Mana bitta xatolik. Ko'ryapsizmi? Mana shu bolasini eshitmaslik, uni rejalari bilan qiziqmaslik,
boyaga aytgandek faqat moddiy narsa yoki bo'lmasam haddan tashqari erkalaydi ota-ona bolasini. Bilasizmi, bugun o'qituvchini urayotgan o'quvchilarni eshityapsizmi? Bu ta'lim uchun uyat narsa. Bu yerda ota-onaning aybi bor. 100% ota-onaning aybi bor. Bilasizmi, bizga ota-onalar kelardi. Go'shi sizniki, suyagi meniki deb ketardi. Mana qanaqa aqlli ota-onalar bo'lgan. Bugun ota-ona boshliq borib, bolasi bilan birga o'qituvchilarni do'pposlab kelishi bu uyatli hodisa. O'sha ota-ona bilsinki, ertaga o'sha bolasi xuddi shu muomalani o'ziga ham qilmasligiga kim kafolat beradi? Kim kafolat beradi? Aslida ustoz Erkin Vohidovda bitta gapi bor, 11-sinf ona tili kitobida. Otangday ulug' emas. Ota bitta. Otangday dema. Ustoz otangdan ulug'. Ko'ryapsiz? Nega shuni ota-ona o'rgatdi? Nega bugun maktablarda quloq solmaydi farzandlar? Chunki ota-ona bee'tibor farzandiga, bee'tibor, aksariyati bee'tibor. Ana shu ish, mayli ish ham kerak. Moddiyatga ko'proq o'tib ketgan. Ma'naviyat qolib ketgan. Lekin men hammasi demoqchi emasman. Qaysiki farzand o'qituvchisiga qo'l ko'taryaptimi? Maktabiga o't qo'yib yuboryaptimi? Quloq solmayaptimi? Chekishga berilib ketdimi? Demak, bu yerda ota-ona aybdor. E'tiborsiz. Farzandga e'tibor. Tashlab qo'ygan o'z holiga. Tashlab. Xuddi shunday biz ham xalq ichida ishlaymiz. Kuniga 10lab, 20lab telefon keladi. Kamera ishlamayapti, Wi-Fi ishlamayapti. Telefonni ochsak, albatta o'sha qimor o'yinlari yo fahsh, yomon narsalar. Ko'rsiz, yosh bolalar, qizlar. Nahotki deyman, ota-onasi bir oyda bir, hatto bir haftada bir qarab tekshirmasa telefonni. Bee'tibor dedim-ku, ana bee'tibor degan so'z shu yerdan kelib chiqadi. Nima qaytaga u ana shun bilan mashg'ul bo'lsa, qulog'i tinch o'tiradi. Ko'chaga chiqib ketmadi yo aliga qilmadi, xalaqit bermadi uni ishiga, boshqa. Shunda hozirgi yoshlar ko'proq telefondan tarbiya olyapti. Ha. Juda achinarli holat. Endi bor, mana masalan o'zim o'qitgan o'quvchilarda telefondan ilm o'rganayotganlar ham bor. Lekin baribir telefon ilmi, internet ilmi boshqa kitobdan afzal emas. Lekin har qalay o'rganyapti. Lekin boyagi salbiy tarbiyani internet, o'sha telefon internetdan o'rganyapti. Ba'zilar aytadi-yu, mana shu kitob o'qisam uyqum keladi yo o'qigisi kelmaydi. O'shalarda bir yo'li bormi? Osonroq qandaydir majburlash yoki yo'naltirish, to'g'ri yo'naltirish kitobga. Qanday to'g'ri yo'naltirish? Endi men masalanchi kitobga muhabbat uyg'otish. Qisman aytaylik. Bu ham og'riqli nuqta. Masalan, men ham har doim dars jarayonida so'raymanki, kim badiiy kitob o'qimaydi degan savol beraman. O'qiydi emas. Kim o'qimaydi deyman. Chunki hamma o'qish kerak deb hisoblayman-da men. Endi yurak yutib, balki ko'pchilikdir, balki kamroqdir. Men desa biror o'quvchi meni yuragimga og'riq kiradi. Men o'qimayman badiiy asar desa. Ko'ryapsizmi? Badiiy asar insonni komillikka yetaklaydi. Komil inson. Mana kitob o'qigan bola bilan kitob o'qimagan o'quvchini bir qo'yib qo'ying. Buni dunyoqarashi, buni maktabda yurish turishi, turli xil tadbirlarga qatnashishi, o'rtoqlari bilan munosabati boshqacha, kitob o'qimagan bolaniki tamom boshqacha. Shuning uchun endi kitobga qanday qiziqtirish mumkin? Ota-ona kitob o'qisin uyda. Shundoq. Uyda kitob javoni bo'lish kerak. Ota-ona kitob o'qish kerak. Yoki yana bir boshqa yo'liki, mana shu kitobni o'qisang deb moddiy rag'bat ham berib qo'yish kerak. Moddiy rag'batlantirish. Hech bo'lmasa. Hozir ayniqsa bolalar mana masalan kitobxonlar tanlovi bo'ldi, respublika kitobxonlari tanlovi. Mashina berishdi. Rag'batmi? Rag'bat. Bu yildanki 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rin olsa o'sha kitobxonlar prezidentning o'zi topshirar ekan. $50,000 olar ekan. Masalan, sizni qizingiz 9-sinf yo 7-sinf o'g'lingiz misol uchunda 1-chi o'rin, 2-chi o'rin, 3-chi o'rin oldimi? $50,000 pul oladi. Yomonmi bu? Ana shunaqa rag'batlar ham yaxshi narsada. Baribir har bir ishda rag'bat kerak. Chunki haligi
aytardi nimalarda, kitoblarda podshoh ham maqtovni yaxshi ko'radi degan bir ertaga o'qigan edimda. Shu, barakalla, sen shuncha kitob o'qibsan deb maqtab qo'ysa, qanday yaxshi. Rag'bat bilan o'rgatish mumkin. Rag'bat bilan. Mana hozir bolalar bor kitoblar juda ko'p, juda ko'p. Mana aytdi, men hozir ko'rmadim sizga yosh daholar, yosh biznesmenlar degan bolalar bor kitoblar chiqadi. Men mana Shohrux ochgan maktabdan rosa ham xursand bo'laman. Edik school deymizmi, nima deymiz? Men navaram o'qiydi. Albatta ularga kitoblar tavsiya qilishadi. Yoshiga munosib va bunaqa badiiy asar, hikoya qissa ham emas. Xuddi boyaga aytgandek. Men qanday qilsam boy bo'laman, qanday qilsam biznes ishini yaxshi-ku. Rag'bat bo'lishi kerak. Rag'bat. Rag'batlantirish deganingizga o'sha sizni ham davlat tomonidan mukofotlagan ekan. Necha yoshingizda va qanday bo'lgan? Endi masalan biz oldin ishlamagan edik, ishlaydigan davr keldi degan gaplar eshitamizda. Biz oldin ham ishlaganmiz. Hozir ham ishlayapmiz. Ishlagan odam hamma ishni qilib ketaveradi, ishlagan odam hamma davrda ham ishlayveradi. Bahona kerak emas. Faqat bizda nima e'tiroz bor? O'sha davrda ishlagan bilan ishlamaganni uncha ham farqiga borishmagan. Uncha ham. Masalan, ishlagan ham o'sha haqni olavergan. Boya aytdim-ku, kimdir $1000, kimdir 2 million olyapti. Bitta bir xil darsga. U paytda hammaniki bir xil, 2 million bo'lavergan. Ishlagan, ishlamagan. Lekin o'sha paytda ham adolatli rahbarlar bo'lgan. O'sha paytda ham ilmni qadriga yetadigan insonlar bo'lgan. O'sha paytda ham biz bir paytni qoralab, bir zamonni oqlab unaqa qilishimiz kerak emas. Hozir ham qarama-qarshiliklar bor. Hayot o'zi qarama-qarshilikda bor. O'sha davrlarda ham bo'lgan. 1989-yil menga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi unvonini bergan. O'sha paytda endi 38-39 yoshlarda edim. Bu mehnatlarimning mevasi. Bu men hech ikkilanmasdan, hech xijolat bo'lmasdan qabul qila oladigan davlat unvoni edi. Chunki men o'sha mehnatlarim evaziga kamtarin mehnatlarim deymi, oddiy sodda bir oddiy qishloqni oddiy o'qituvchisiga berilgan yuksak mukofot edi. Men ana shu mukofot meni yana ruhlantirdi, yana ko'p ishlashim kerakligini, jamiyatga kerakli inson ekanligimni, jamiyatga kerakli insonlar yetkazib berishim kerakligini, hamma mas'uliyatni yelkamga oldim va hanuz ishlayapman. Bu unvondan ko'ra mayli, bu davlatimizda e'tibor va e'tirof yaxshi narsa-ku, hammaga yoqadi. Lekin o'quvchilarimni e'tibori, ularning ota-onalarining e'tibori, ularning duolari menga eng katta mukofot. Duolar ichida yashayapmiz. Xalqning duosi, ota-onalarning duosi, bobo bu. Chunki ko'p holatlarda men o'quvchilarni sharoitidan kelib chiqib, shundoq o'qitib bergan o'quvchilarim juda ko'p. Juda ko'p. Ota-onasining duosi men uchun juda katta mukofot. Shunaqa. Nimadan afsuslanasiz? Endi bilasizmi? Men oyligimdan har safar otamga ozmi ko'pmi pul yuborib turmaganimdan afsuslanaman. Otam kolxozni 12 mingmish. 12 so'm pensiyasini olardi. 12 so'm. Tushunyapsizmi? U paytlarda endi o'sha 60-70 men institut bitirgan, men pul topayotgan, endi pulimiz qancha? Masalan 100 so'm oylik olardim. 100 so'm juda katta narsa edi-da. Shundan 10 so'm, 20 so'm, 30 so'm har oyda otamga yuborib turishim mumkin edi. Menga mana shu eng og'riqli, alamli narsa mana shu narsa. Shuning uchun men doim o'quvchilarimga oylik oldingmi?
albatta ota-onangga ham ilingin, bolam ilin. Endi ota-onachi farzandini menga oylik olib kelib beradi deb o'qitmaydi hech qachon. Bolasini tinib, tinchib, ro'zg'ori to'kis bo'lib ketishi uchun o'qitadi. Lekin shuning ichida ozgina ajratib turganda ham edi men bu qadar afsuslar ichida yashamasdim. Menga armon bular. Armon. Rahmat ustoz mazmunli suhbat uchun. Yana bir bor xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Nasib Ilmiy bo'lsa, ziyoda bo'lsin. Ha. nasib bo'lsa hali yana ko'rishamiz. Salomat. Xudo xohlasa.